Endi Nurali ablimizning bir yilimizdagi 8760 saat nomli asrining davomini anglaymiz. Bir binoga tuyuqsiz o't ketdi. Endi o'tmasingiz kuyib o'lisiz. Bu chaqda o'ylanib, ishkilinib o'ltirmaysiz. Darhol taqtoy taraf qarab yuguraysiz. O'tib bo'lgandan keyin tas ishmi emaskan to'q, nimishqa boldiroq mangmagandiman deb o'ylaysiz. Mana bu ko'p qism odamlarda ishni keyinga surishning oldi keynida bo'ladigan psixikalik o'zgarish jarayoni. Amaliyotda uncha qiyin bo'lmagan bir ish. Lekin nurg'un odamlar baktaz qilolmay qolsam oqibati bak eg'ir bo'ladi deb o'ylab olganlikdan qo'rqishga boshlaydi. Keyniga suradi. Zodi qilmasa bo'lmaydigan yerga yetganda jinini tikib qo'yib ishni qilib tugitadi. Kichik vaqtimizda keyniga surish kasalligi degan narsani bilmaymiz. O'ynag'imiz kelsa o'ynaymiz. Kapsizlik qilg'imiz kelsa kapsizlik qilamiz. Nemishqa cho'ng bo'lganda bu kasal bizga yepishib oladi? Nurg'un odamlar bu savolning javobini izlaydi. Çoğun buluşumuzga ergişip, odamni kichik vaqtidek sodda bo'lmay qoladi. Ishlarni borgancha murakkablashib ketadi. Shuning bilan mundaq bir tanlama paydo bo'ladi. Siz tang natijangiz bilingan, qobiliyatingiz bilingan ibodangiz tang ma'lum bir ish. Biz ma'lum bir ishni o'zimizning iqtidoriga, qimmatiga barobar qilib olamiz. Buning bilan o'zimizga o'zimiz besim paydo qilib olamiz. Özümüzni moddiylaştırıp marka çaplab olamiz. İçimizdeki men deydi. Men çokum iqtidorimni obdan joriy qildirishim, natijam alohida yaxshi chiqishi. Xizmatni çokum qaltis ishlashim kerak. İçimizdeki yana bir men mundaq deydi. Men qilolmasligim mumkin. Shunda qilib ikkisi takallashidi. Yuksaklikda turgan men, pastda turgan menni ko'zga ilmaydi. İkisining orliqi qancha yiroqlashsa, keyniga surish kasalligi shuncha eg'irlashadi. Keyniga surish kasalligining prinsipini bilgandan keyin unga qanday taqobil turish kerak. Oldi bilan o'zimiz bilan paranlashish usulimizni o'zgartirishimiz kerak. Keyniga surish kasalligiga giribdor bo'lgan odamlarning ko'p qismi doim qilmay nima chora? Men cho'qim mundaq ishlarni qilishim kerak. Turmushning huzurini surgidekmi vaqt yo'q. Nima degan ma'nisiz degandek gaplarni qildi. Bundaq dialog usuli ichimizdagi ikki manni texmi jiroqlashtirib etadi. Biri darhol berib palon ishni qil desa, yana biri mening u ishni qilg'im yo'q deydi. Eng oxirida qilmay nima choraga o'zgardi. Buni qandoq o'zgartirish kerak? Bugundan e'tiboran har qatim men cho'qim qilishim kerak degingiz kelganda ozroq o'zgartirish kirgizib, mening qilg'im bor. Men qilishni tanladim deng. Shundaq, kichikgina o'zgarishmi qalbingizdagi yana bir menga texmi ko'p xo'jayinlik huquqi beralaydi. Ikkinchidan, ishning beshidla yuz berish ehtimolligi bo'lgan eng og'ir oqibatga tayyorlik qilib qo'yish. Masalan, agar yog'och ko'rik, tosh ko'rikdek mustahkam bo'lmaydi deb o'ylagan bo'lsak, yenimizga bexatarlik to'ri tortib qo'ysakmi bo'ladi. Bundoq bo'lganda bir binodan yana bir binoga o'tishda ancha qo'rqib ketmaysiz. Chunki yog'ochning yiqilib tushgan taqdirdimi to'rba. Amaliy xizmat davomida ishni bitkazolmay qolganda yuz berish ehtimolligi bo'lgan eng yomon oqibatni tasavvur qilib boqsangiz bo'ladi. Ko'pincha hollarda o'zimizmi tuymagan holda oqibatini ko'ptirib etib, o'zimizga o'zimiz qo'rqoq silib, besim ortib olamiz. Men ba'zida Nurali ingliz tili programmasini sinig'i ilib etib, yaxshi chiqmay qolsa qanday qilarman, samirib ketsam qanday qilarman, kishilar programmamni tuyuqsiz yoqtirmay qolsa qanday qilarman deganlarni o'ylayman. Ammo orqadan yana ozroq samirib ketsammi, yaxshi so'zlanmay qolsammi, hamon bir qism kishilar yana meni yaxshi ko'radi deganlarni o'ylayman. Shundoq o'ylasam, xeli xush bo'lib qolaman, xotirjam bo'lib qolaman. Hech kim qo'llamagan taqdirdimi o'zim bilan paranglashganim bo'lib qolsin,
mayli emasmi? Yaxshi qilolmagan taqdirdimi qandoqli bo'lmasin, yanini boshlab oldim. Shunga sizmi o'zingizdan so'rab beqing. Bu ishni yaxshi qilolmay qolgan taqdirdimi nima bo'ladi? Cho'qim g'alaba qilishingiz shart emas. Faqat urinib boqsangizlar bo'ldi. Agar hamma odam bir qatim bilan g'alaba qilmoqchi bo'lsa, hamma odam bir qatim bilan muvaffaqiyat qozonib ketadigan ish bo'lsa, bu dunyoda muvaffaqiyatning qimmati qolmagan bo'ladi. Agar Edison lampochkani birli qatimda yasab chiqishim kerak deb o'ylagan bo'lsa, aslo yasab chiqolmagan bo'ladi. Agar yozuvchilarning hammasi tunji asrni dunyoviy donliq asar saviyasiga yetkazman deydigan bo'lsa, buncha ko'p nodir asarlar borliq kelmagan bo'ladi. Har qanday bir taraqqiyot xatoliklarni to'xtamay tuzatish davomida vujudga chiqadi. Har qanday bir natija to'xtamay urinish davomida qo'lga keladi. Bir odamning eng cho'ng qayg'usi vazifani tugatolmaganligidan paydo bo'lgan tashvishdan. Shundaqla vazifani eng oxirida tugatgan bo'lsa-mu, yaxshi o'rinlayolmaganligidek his qilish natijasida paydo bo'lgan gunohkorlik tuyg'usidan keladi. Sizning qimmatingiz xizmatingizga teng emas. Keyniga surishni yengib, tirishsingizlar bo'ldi. Qiziqishingiz pushaymonning manbasi bo'lib qolmasin. So'raysiz, nima qilyapsan? Javob: Duta. Uchur: nima qilyapsan? Javob: Duta. Telefon: nima qilyapsan? Javob: Duta. Nurg'un qizlar: o'g'il do'stim attigandan kechgacha duta o'ynaydi. Menga hamroh bo'lgan vaqti borgancha ozlab ketyotdi. Ayrilib ketaymikin deb dard to'kdi. Ammo yana bir tarafdan o'yin o'ynadi debla ayrilib ketsa, afsusnarlik ish bo'lgandek his qilishdi. Yana nurg'un o'g'illar ilgari duta o'ynashga berilib ketib, o'zi yaxshi ko'radigan qiz do'stidan ayrilib qolganligi. Agar shunday bir fursat berib, vaqtni keyniga yondirg'ili bo'lsa, qiz do'stiga endi hargiz duta o'ynamayman deb qasam qilib bo'lsa-mu, tutib qoladiganligini aytib, hasrat chekishdi. Yana ba'zilar agar bir o'g'il bola duta o'ynayotgan chog'dimi sizning uchuringizga javob qaytarsa, ishkilanmay uningga taysingiz bo'ladi deydi. Bu o'yin Yevropadan Jungoga kirgandan keyin nurg'un o'g'illarni mahliya qilib oldi. Yaqinqi yillardan beri har xil yangi to'r o'yinlar chiqqan bo'lsa-mu, faqat dutalar taxminan 10 yil davr suradi. Faqat duta o'ynab boqqanlar uning tomoqni, uyquni unutildirgudek, hatto qiz do'stining voz kechgizidek sekri kuchining nadligini biladi. Bir mahal to'r o'yinlarga xumor bo'lib qolgan odam bo'lish sifatim bilan men bundaq hissiyatni xeli tushunaman. To'liqsiz o'tir maktabda o'qiyotgan chig'imda muallim menga nasihat qilib, qiziqishing sana ziyon soladigan narsaga o'ynab qolmasin degan edi. Ayni chog'da muallimning so'zidagi cho'nqur hikmatni tushunmagan ekanman. Shu chog'larda uda bir hafta kecha soat 3 gacha to'xtamay o'yin o'ynab chiqqan vaqtlarim bo'lgan. Texi ota-onam o'yin o'ynayotganligimni bilib qolmasin deb ishning yo'chiqini kiyim-kechaklarim bilan etib qo'ygan edim. Men bir mahal Boturning devi bilan elishishi turdagi o'yinlarga amroq bo'lib qolgan edim. Lekin u chog'lardagi DVD apparatlarining ishki saqlag'uchi bo'lmag'achqa, o'yinni saqlab qo'yg'ili bo'lmaydi. Shunga apparatni etib etsam, yana boshdan boshlangan bo'lg'achqa atmay o'chiq qo'yib qo'yatdim. Qishliq ta'til mezgili edi. Darsim yo'q. Kunda o'yin o'ynaydim. Qallamni ishiltib, DVD apparatining etilmaganligini oshkorlab qo'ydigan qizil chiroqni oq plastir bilan to'sib qo'ydim. Bundaq bo'lganda onam mening o'yin o'ynayotganligimni uqib qolmaydi. Ammo singlim aqlliq bo'lg'achqa bilib qoladi. Shuning bilan uningga kompyut degandek ushshaq-tushshaq yemaklarni ilib berib, ancha-muncha parcha pul berib go'llab qo'yadi. Shunday qilib, u da bir haftagacha DVD apparatini atmadi. Bir haftadan keyin tutib boqsam, qo'lni ko'ydirgidek qizib ketibdi. O'yin o'ynash uchun doim otam bilan takolishatdim. U meni yaqin atrofdagi manzilli joylarga olib borib o'ynatib kelmoqchi bo'ladi. Lekin men o'yin o'ynash uchun uydan chiqib ulmaydim. Otam hatto ko'zimga ko'z tutib turib, o'yin diskisini sundirib etdi. To'liq o'tirdi o'qiyotgan chig'imda shanbalik kompyuter sinfiga tarbiyalanishga tizimlatdim. Dars tushdan burun soat 9 dan 12 gacha davomlashadi. Men uydagilarga darsni tushdan keyin soat 6 gacha o'tar ekan deb qo'ydim.
Bundaq bo'lganda kech soat 7-8larda uyga kirsam bo'laveradi. Siz cho'qim bilib bo'ldingiz. Tushdan keyin to'rxonaga berib o'yin o'rganatdim. Beijing universitetiga borgandan keyin menga o'xshash o'yinga xumor bo'lib qolganlarning ko'pligini bayqadim. Yingchuandan kelgan bir saboqdishim bor edi. Umi to'r o'yinlarga bo'libmi Olvasti shahriga bakrak amroq ekan. Yelim yaxshi to'liq o'tirdim boshlab o'zimning kompyuterga o'yin qochilmaydigan bir yaxshi odatini yetildirgan ekanman. Bu odatni hozirgacha davomlashtirib kelyapman. Nemishqa desangiz, men o'zimning o'yin xumorining qanchalik kuchli ekanligini bilaman. Agar qochlab qo'ysam, o'zimni tortolmay qolaman. Yotoqdishim mening nasihatimni anglamay, o'zimni tutib olalayman dedi. Boshda haqiqatan o'zini xeli kontrol qilib oldi. Lekin borgancha o'zini o'yindan tortolmaydigan, kech-kechlab o'yin o'ynab chiqadigan bo'lib ketdi. Natijada mavsumlik imtihonda 8 pan ichida 3 pandan o'tolmabdi. Beijing universiteti bilan Tsinghua universitetining mundaq bir farqi bor. Beijing universitetida o'quvchilarning yatqida kompyuter bor yo'qligi bilan kori yo'q. Tsinghua universitetida birinchi yillikning birinchi mavsumida o'quvchilarning kompyuter ilishiga yo'l qo'yilmaydi. Ikkinchi mavsumdan boshlab kompyuter olsa bo'ladi ekan. Ammo to'r akirgil qo'ymaydi ekan. Beijing universitetida erkinlik ta'kidlanadi. Ya erkin parvoz qilasan, ya erkinlik ichida tugishsan. Ammo odatda maylingizga qo'yib bergan bilan imtihondan o'tolmay qilaversangiz, uyingizga yo'lga sep qo'ydi. Keyin u yotoqdishim o'zining uyinga xumor bo'lib qolganligidan qattiq nafratlanib, kompyuterni ishkabga silib, 2 dona yo'g'on qo'li bilan taqab, ochqichni o'zini topolmaydigan yerga tashladi. Shu chaqda uning irodasiga, o'g'il boladek qilgan ishiga bahqoyil bo'lib ketdim. Lekin texi bir haftami bo'lmay, tumur kesiladigan yo'g'on bir qo'ychini ko'tarib kiribdi. Bahonasi kompyuterda maqol yozmoqchi ekan. Necha kun o'tmayla yana o'yinga kirishib ketdi. Keyin shuni bayqadimki, odam haqiqiy turda o'zini o'zgartirish niyatiga kelmay turib, o'zini majburlaydigan bundoq vositalarga to'yinib, to'r xumorni tashlay olmaydi ekan. Uni tashlash uchun cho'qim boshqa biror ishda texnik kuchli bo'lgan muvaffaqiyat tuyg'usiga erishish kerak ekan. Undaq bo'lmaydi ekan, patqoqqa texnik cho'nqur petib, xatolik ustiga xatolik sodir qilib qo'ydi ekan. Yotoqdishimning ahvolini o'z ko'zim bilan ko'rgan bo'lsam-mu, birinchi yillikdagi chaqda men bir mahal kompyuterga maftun bo'lib, o'zimni kontrol qila olmay qolgan edim. O'g'inish besimi ig'ir bo'lg'achqa, o'yin o'ynab besimdan qutulmoqchi bo'lardim. Men garchi yotoqda o'ynamasam-mu, to'rxonaga chiqatdim. Shu chaqlarda vaqtim bo'lsa to'rxonaga chapatdim. Yo kechichi o'yin o'ynaydim, yo ingliz kino ko'rib chiqatdim. Beijing universiteti darvozasi oldida nurg'un yoshlarning orzu-armonlarining qabristonligi bo'lib qolgan bir to'rxona bor. Maktab atrofidagi kiyim-kechak do'konining qizlarga nisbatan qanchalik jalb qilish kuchi bo'lsa, maktabga yaqin joydagi to'rxona o'g'illarga nisbatan shu qadar jalbkor joy hisoblanadi. Hozir meni quyoshdek nurliq yigit deb maqtaydiganlar shu chog'lardagi kompyuter oldida mo'chib o'ltirgan. Bütün bedenidan isning hidi kelib turadigan holatini ko'rsa, ko'zlarini uyvalg'idek bo'lib ketishi mumkin. Keyin to'rxonadan ayrilish qaroriga keldim. Agar biror narsani yaxshi ko'rsangiz, uni keyingi kunlardagi pushaymonga sabab chiqib qo'ymang. Yaxshi ko'rish qarg'ulachi bo'lmasligi kerak. To'r o'yiniga haqiqatan muhabbatim bor. Ammo bu muhabbatning hayotimdagi pushaymonga aylanib qolishini xohlamayman. Suratchi bo'lsang, 3 avlod namoratlikda o'tsan, toq linzi umringni yeydi. Qonunni olma, ixtiyoring qo'ldan ketar. Bu toq linzilik foto apparati setib oluvchilarning ta'ni qilib aytganlari. Mening bir do'stim boshda toq linzilik foto apparatidan birini setib oldi. Shundan keyin to'xtamay aynak almashtiradigan kunlari boshlandi. Birinchi qatim Canon D450 tiplik to'van darajalikni setib oldi. Shu chaqda u xo'shalligida yenimga kelib, bir talay kasbiy atalg'ularni ishlatib turib, yangi tatgan suratlarini birdan ko'zitib chiqdi. Shuningdan keyin har qatim ko'rishgan chaqda biliq ko'z, lomo to'g'risida og'zi tegmay so'zlab ketadi. Shuning bilan tang yangi tipdagi yuqori darajali kamera lenzisi va yangi tipdagi uskunlarni to'xtamay setib olib,
bir necha oydala 70-80 ming yuan xarjlayapti. Yana mendan 20 ming yuan qarzmi oldi. Qo'li qisqa bo'lg'achqa texmi ahamiyatlik bo'lgan boshqa ishlarni qilishga vaqti va qurbi yetmadi. Suratchilik uning hayotidagi birdan bir qiziqishga aylandi. Yaxshi bo'lmagan har qanday bir ishtiyoqni tashlamoq tas. Mening o'yin xumorimni tashlashimga oshu qatim to'rxonada menga yiqilib kelgan o'lim vahimasi sabab bo'lgan. Agar rostila tashlash niyatingiz bo'lsa, ba'zi yaxshi amallarmi bor. Masalan, hamkorlik korpusiga qatnashish, o'xshash kechirmishni beshidan o'tkazayotganlar bilan jam bo'lib, o'y xiyollarni aytish, o'zaro madad berish qatorliqlar. Qog'oz uy qatorliq nurg'unlagan Amerika filmlarida hamkorlik korpusining ko'rinishlari bor. Aroqkashlarning nomsiz uchrashishi Amerikada nurg'un odamlar biladigan aroq tashlash hamkorlik korpuslarining biri. Har qatimliq yig'ilishda oradan bir odam tashkillovchi bo'lib, munosabatlik bir temada suhbat uyushtirdi. Qatnashuvchilar o'zlarining xumor bo'lib qilish jarayoni yoki buningga sabab bo'lgan omillarni samimiylik bilan o'tirg'a qo'ydi. Ko'pchilik aktivlik bilan bir-biriga madad va ilhom berishdi. Bir mezgillik o'zaro tushunishdan keyin qatnashuvchilar o'tirsida do'stlik va mehr-muhabbat shakllanadi. Hayot o'zi tanlab yegan tamoqqa o'xshaydi. Agar boshda bolkini ko'p yeb olsangiz, qursuqingiz to'yib qolib, oxirida kavob degandek esin ne'matlarni ko'p yeyolmaysiz. Agar umringizning kurashchan yillarida o'yinga mahliya bo'lib, mavhum dunyodagi Nyu-York ko'chalarida mashinangizni uchirib yursangiz, kunlarning birida haqiqiy Nyu-Yorkni ziyorat qilish uchun amaliy kuch to'playdigan fursatni qo'ldan berib qo'ysiz. Qiziqish hayotlikning tetitqusi, tamoq emas. Tamoqdan burunqi salat har qancha yeyishlik bo'lsa-mu, oshqozoningizdan asosiy tamoqqa o'rin elib qo'yishingiz kerak. 5-bob. Texmi yiroqlarga yetay desangiz, billi menga. Kam bo'lsa bo'lmaydigan boshqalar. Qohirada bir odam bor ekan. U beg'idagi bir tub anjur daraxining tubida bir tush ko'ribdi. Tushida chiliq-chiliq targa cho'milgan bir odam uning yeniga kelibdi va og'zidan bir tillani chiqarib, "Sening boyliqing Isfaxonda berib olg'in" debdi. U tushidagi bishoratga asosan xurjinini esib, Qohiraga yo'l oldi. Yo'lda u bir joyga kirib tunamoqchi bo'lib turganida, shu yerlik soqchi boshlig'i odamlarni boshlab bir o'g'rini tutqul kelgan ekan. O'g'ri qochib ketibdi. Soqchi bu odamni tutib opirib so'roq qildi. "Sen nima odamsan? Bu yerga nima ishga kelding?" deb so'rabdi. U soqchi boshlig'iga ko'rgan tushini va tush sababli bu safarga chiqqanligini deb berdi. Soqchi boshlig'i qoqoqlab kulib ketib, "Sen bek ahmoq ekansan. Menmo bir tush ko'rdim. Tushimda Qohiradagi bog' barangliq bir uyni ko'rdim. Bog'da bir tub anjur daraxti bor ekan. Shu daraxtning ostida nurg'un boyliq ko'milgan emish" debdi. Qohiradan kelgan odam soqchi boshlig'i degan uyni dal o'zining uyi ekanligini his qildi-da, darhol yurtiga qaytibdi. Anjur daraxining tuvini ko'lsa, rostilla nurg'un oltin kumush chiqibdi. Yozuvchi Goffey bu hikoyani doim tilga oladi. Uning qarashicha odam faqat boshqalar orqaliqla o'zini payqaydi. O'zining qandoq ortiqchiliklari borligini biladi. Bu ortiqchiliklar dal o'zimizning boyligi. Bu xuddi bir ayol kishining bir er kishini uchratgan chog'da o'zining ayol kishi ekanligini bilganiga o'xshaydi. Bizga faqatla o'xshamaydigan odam dal bizning turmushimizdagi boshqa odamlardir. Ular ham bizning ortiqchilik, ham kamchiliklarimizni bayqishimizga yordam qilsa, ham boshqalarning qarashi jarayonida o'sib yetishimizni ilgari suradi. Ba'zida kishilik qimmat qarashi o'tirisidagi farq bak cho'ng bo'lganlikdan boshqalarning bizga nisbatan ahamiyatini ko'ra olmaymiz. Ularni o'zimizning kushandisi, to'salg'usi hisoblab olamiz. Bir qiz bolaning turmush sifatini bilish uchun uning qo'liga, bir odamni bilish uchun uning raqibiga qarash kerak. Qadimgi jang maydonlaridagi qobil sarkardalar qarshi taraf bilan hayot-mamotlik jangiga tushgan bo'lsa-mu, ular ichidagi haqiqiy azmatlar raqibiga hurmat ko'rsatadi. Darvaqa azmatlarning o'ziga raqib bo'la oladigan yana bir azmatga yo'liqmaqi uncha oson emas. 3 podshohlik davrida
shu bagligi bilan Vey bagligi uzun yil urushgan bo'lsa-mu, Guanyu jangda yengilib qolgan chaqda Sav uningga hurmat ehtirom bilan muomala qiladi. Men yaxshi ko'radigan Amerika filmi Moda oilada mundaq bir jumla so'z bor. Odam cho'ng bo'lganda raqibi bo'lmasligi kerak. Odam cho'ng bo'lib qolgan chaqdimi kichik bolalardek o'lpiyishib, o'ch adovat saqlashib yurish yarashmaydi. Bu qoidani hammamiz bilsakmi, ko'p qism odamlar mijozdagi kamtiklikning asoratidan qutula olmaydi. Men ilgari xizmatda mundaq bir raqibga yo'liqqan. Bu egizligim 1,75 m. Eg'irligim 72 kilogram keladigan men yangidan xizmatga tushgan vaqtimda bu egizligi 1,90 m. Eg'irligi 150 kilogram keladigan Las Vegaslik bir raqibga yo'liqqan edim. U chaqda men Beijing Yangi Sharq maktabining o'tir maktab bo'limida ishlaydim. U mendan 20 yoshga yaqin cho'ng edi. İkimiz birlikte yazlık lager eğiz tili sınıfıga mas'ul bo'ldik. Las Vegaslik bu yo'ldosh bilan dastlabda dahlat chiqishib ketib, oxir tas qoldik, etishib ketgili. Men garchi yolg'on chatalik bo'lsam-mu, mijoz xarakterimda g'arbliklarning qizg'in, ochiq yo'riq bo'lishi, erkin fikr qilish degandek alohiliklar bor edi. Til jihatda mutosalg'i bo'lmag'achqa, uning bilan ham qizg'in fikr almashtirdik. Keyin bayqasam, men har qancha chattallikka o'xshab ketsam-mu, yanada bir jungolik bo'lg'achqa, ko'z qarash, ishlarni bir taraf qilish jihatlarda oramizda yanada xili cho'ng farq bor ekan. Yozliq lagerda jungolik o'qituvchilarning hammasi dars o'tishdan burun intayin tafsiliy dars plani yozish kerak edi. Chet ellik dars planini bekli oddiy yozadi. Chet ellik o'qituvchilar oz bo'lg'achqa, ular ziyoda qattiq talab qo'yg'il bo'lmaydi. Las Vegaslik apandi ikkimiz bir-birimizning dars planini ko'rishgandan keyin ikkilimiz bir-birimiznikini